Bilasizmi, osh bu shunchaki taom emas. Bu oila davrasida hammamizni bir stol atrofida yig'adigan, mehrini ko'paytiradigan taom. Bugun esa oshni odatdagidek emas, biroz boshqacharoq usulda tayyorlashga qaror qildim. Bu safar Borges klassik zaytun yog'i bilan qilib ko'ramiz. Turmushga chiqishimdan oldin piyozni kuydirib, oshni prям qop-qora qilardim. O'sha to'q rang kuchliroqdan menga juda yoqardi. Lekin turmushga chiqqanimdan keyin bildimki, yangi oilam oshni ochroq, yengilroq ko'rinishda yoqtirishar ekan. Shuning uchun men o'rtacha variant tayyorlashga harakat qilaman. Ham o'zimga yoqadi, ham ularga. Oshimiz deyarli tayyor bosqichga keldi. 1 soat qaynagandan so'ng guruch solaman. Aytgancha guruchni solishdan oldin 10 daqiqaga issiq suvda yuvib qo'yaman. Shunda esa u biz yaxshi ko'radigandek yumshoqroq pishadi. Borges zaytun yog'i bilan tayyorlangan osh taomga o'zgacha nafisroq ta'm berdi va osh yanada chiroyli chiqdi. Oshimiz ham tayyor, ishtaha ochar hid butun uyga taraldi. Muzlama va qatiqlar bilan ayni mudda barcha mahsulotlarni korzinkaga orqali buyurtma qildim. Osh uchun maxsus to'plamni xarid qilsangiz, Borges zaytun yog'ini hadya qilib qo'shib berishadi. Hatto smek texnikalarini ham yutib olishingiz mumkin. Shartlar esa juda oddiy, videoni tagida to'liq yozilgan. Shu deseli osh nafaqat oilani birlashtiradi, balki sovg'a yutish imkonini ham beradi.